Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Albatta Allohning masjidlarini faqatgina Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirganlar, namoz o'qiganlar, zakot berganlargina obod qilurlar. Shoyatki ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'lsalar, deydi Alloh taolo. Ana masjidni hamma ham obod qilavermas ekan. Masjid Allohning uyi. Allohning uyini kim ko'ringan obod qilmas ekan. Allohning uyini obod qiladiganlarni o'ziga yarasha sifatlari bor ekan. Ana shu sifatlarni ushbu hozirgi o'qilgan tarjima qilingan oyati karimada Alloh taoloning o'zi aytib o'tgan. Birinchisi, Alloh taologa iymoni borlargina masjidni obod qiladi. Ya'ni mo'min banda bo'lish kerak. Allohga iymoni bor odamgina masjidni obod qiladi. Oxirat kuniga iymoni bor, qiyomatga iymoni bor. Qiyomatda bo'ladigan barcha tafsilotlarga aniq, ochiq, oydin iymon qilganlargina masjidni obod qiladi. Namoz o'qiganlar, zakot berganlar masjidni obod qiladilar. Ana o'sha Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'la to'kis ado etib, zakot bergan, masjidni obod qilganlar shoyatki hidoyat topganlardan bo'lsa. Ana hidoyat topganlardan bo'lish har bir bandani buyuk martabasidir. Orzu umididir. Erishgan eng nihoyiy cho'qqisidir. Ana shu e'tibordan masjid obodligi islom dinida, mo'min musulmon ummatida nihoyatda ulug'lanadigan bir amal hisoblanadi.